Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va aziz yurtdoshlarimiz. Bizda Toshkentdan Moskva, Vladimir, Sankt-Peterburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Bizda reyslarimiz haftada 2 kun, har seshanba va juma kunlari Toshkent avtovokzalining o'zidan jo'nab ketadi soat 18:00 da. Bizda manzil Toshkent avtovokzali 2-etaj. Keling va o'z biletlaringizni xarid qiling. Bizda Tulpor Baykonur tomonidan yo'lga qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz va kolyerlarimiz mavjud. Shuni aytib o'tish kerakki, siz o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan. Aytib o'tish kerakki, bizda ijtimoiy tarmoqlarimiz ham faoliyat yuritib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarimizdan bizda Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabilari faoliyat yuritib bemalol o'zlaringizni, savollaringiz va murojaatlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz va sizga javob yozamiz. Shoshiling va o'z joylaringizni mat qiling.